ruxsatnomani olib bemalol yursanglar bo'ladi degan videolar juda ham ko'p tarqalib ketdi hozir. Hozir shuni 103 ming so'm evaziga ruxsatnomani qanaqa olishni o'rgataman. Buning ichiga antenna, sirena, migalka и ratsiya kiradi. Google platformasida license.gov.uz axborot tizimiga OneID yoki elektron pochta orqali ro'yxatdan o'tiladi. OneID orqali ro'yxatdan o'tkazilganda registratsiya tugmachasini bosib, jismoniy shaxslar uchun tug'ilgan yili, pasport raqami, elektron pochta manzili va telefon raqami ko'rsatiladi va ko'rsatilgan telefon raqamiga SMS kodi yuboriladi. Mazkur kod kiritilgandan so'ng esa fuqaroni avtomatik ravishda ro'yxatdan o'tkazadi hamda kelgusida tizimga qayta kirish uchun ishonchli login va parol o'rnatishni so'raydi. Shundan so'ng shaxsiy kabinet ochilgach, tizimda mavjud bo'lgan xizmatlardan birini tanlash mumkin bo'ladi. Jumladan, avtotransport vositasini qayta jihozlash xizmatini tanlab, tizim tomonidan 7 bosqichda so'ralgan transport vositasiga tegishli ma'lumotlarni kiritish lozim. Keyingi bosqichda esa qayta jihozlashni amalga oshiruvchi tadbirkorlik subyekti yoki yuridik shaxsning stir raqami kiritilishi lozim bo'lib, qolgan ma'lumotlar avtomatik ravishda tizim tomonidan yuklanadi. Bir paytning o'zida bir nechta qayta jihozlash turlarini tanlashingiz mumkin bo'ladi. So'nggi bosqichda bazaviy hisoblash miqdorining 30% miqdorida davlat boji to'lovini tizimda ko'rsatilgan onlayn bank orqali amalga oshirilgach, yakuniy ma'lumotlar yuboriladi.